Amerika prezidenti Joe Biden o'zining Xitoy rahbari Xi Jinping bilan so'zlashganligini va ularning Tayvan kelishimiga amal qilishga qo'shilganligini aytdi. Biden bayonotida mundaq dedi: "Biz Xi Jinping bilan Tayvan to'g'risida suhbatlashdik. Biz kelishimga amal qilishga qo'shildik. Men uningga aniq qilib, uning kelishimga amal qilishdan boshqa tanlashi yo'qligini aytdim" dedi. Shimoliy Atlantik Ahdi Tashkiloti, ya'ni NATOning bosh kotibi Jens Stoltenberg, Amerika bilan bo'lgan Tinch okean krizi sababli Yevropaning mudofaa sohasida Washingtonga tayinishni ozaytirishga chaqirgan Fransiya prezidenti Emmanuel Macronni ogohlantirdi. Stoltenberg ogohlantirib mundaq dedi: "Yevropaning mudofaa mustaqilligi tirishchanligi Shimoliy Atlantik Ahdi Tashkilotini ojizlashtirib, Yevropani parchalaydi." Facebook şirketi dushanba kuni yuz bergan ijtimoiy aloqa suhbatlaridagi uzilib qilish masalasiga munosabatlik bayonot e'lon qildi. Shirkatning ul aslaha direktori bu uzilib qilish doimliq asrash jarayonidagi xatolik sababidan kelib chiqqan deb tushuntirish berdi. Facebook shirkati qarmoqidagi ijtimoiy aloqa suhbatlari WhatsApp, Instagram va Facebook 6 soatdek uzilib qolgan edi. Xitoy taratqullaridagi xabarlarga qaraganda, Xitoyning ichki qismlari zo'r tok kriziga duch kelgan. Egilinishcha, Xitoy doiralari tok masalasini hal qilish uchun Sharqi Turkistondan Xitoy o'lkalariga zo'r miqdorda energiya yetkazish salmoqini oshirgan. Angliya bosh ministri Boris Johnson o'zlarining Amerika va Avstraliya bilan imzolagan AUKUS deb ataladigan yangi bexatarlik hamkorligining Angliyaning Yevropa ittifoqi sirtida nimalarni qila oladiganligining muhim misoli ekanligini aytdi. Amerika Davlatlik aviatsiya va olam qatnashi idorasi NASA dunyoni osmon jismlaridan qo'g'dash uchun yer shariga yaqin joydagi bir sayyora bilan so'qishadigan olam kemasi qo'yib beradiganligini e'lon qildi. Koreya armiyasi Shimoliy Koreyaning yadro va boshqarilgan bomba tahdidiga qarshi mudofaani kuchaytirishni planlaganligini e'lon qildi. Yonhap agentligining xabariga qaraganda, Koreya bosh shtabi e'lon qilgan yillik parlament iqtisodiy taftish doklatiga Seulning hujum va boshqarilgan bombadan mudofaalanish iqtidorini taraqqiy qildirganligi o'tirib qo'yilgan.